Mana bizda yana yangi mahsulotlar, qaranglar, shunaqangi zo'r yangi mahsulotlar kelyapti. Bilasizlarmi, bitta narsani men sizlarga ayta olaman. Rivojlanayotgan kompaniya, o'sayotgan kompaniya har doim yangi novinkalarni to'xtovsiz chiqaradi-da. Shundan ham o'zingizlar bilib olsanglar bo'ladiki, har katalogda bizda 10 ga yaqin novinka mahsulotlari chiqadi. Bu degani siz bilingki, rivojlanayotgan kompaniyalardan birida ishlayapman. Kim nima desa desin, Faberlic kompaniyasi qanaqa kompaniya desa, xulosalar keltiraversa, men uveren bo'lib 11 yildan beri shu sohada ishlaydigan ayol sifatida shu narsani ayta olamanki, rivojlanayotgan va rivojlanishda davom etayotgan, doim o'sish uchun intilayotgan kompaniya bu Faberlic kompaniyasi deya olaman. Qaysi kompaniya bir vaqtni o'zida 10 lab, 20 lab yangi mahsulotlar chiqaradi etinglar, bu faqatgina Faberlic kompaniyasi deya olaman. Chunki haqiqatdan mana sizlarga bitta katalogda chiqqan novinkalardan zakaz urib olib ko'rsatyapman qizlar. Bular novinkalar. Men birinchilardan bo'lib novinka mahsulotlar chiqdimi, sirraz urib olishga harakat qilaman va birinchi novinkalarni o'zim olaman. Mana bunaqangi tenlar